Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Mana bugun yana 30 sotikli qulupnoyzorimizdamiz. Bugun 42 kun bo'ldi shu qulupnoylarimizni ekilganiga. Mana ko'rishimiz mumkin. Gullashlari yaxshi ketyapti. Bo'linishlari, qaynovlari ham yaxshi. Qaynashlari mana boshlab olgan. Xudo xolasa barglarda holati mana. Barg qo'lni yopadigan darajada mana. Bargi qo'lni yopadigan darajada holatlari yaxshi inshaalloh. Mana o'zimizni ham qishlog'imiz Nabijonni ham shega olib kelib olganman. Nabijon, nima gaplar uka? Tinch, yaxshi yutdingiz o'zingiz ham. Rahmat. Qulupnoylarda nima holat? Holatlar zo'r, xudo xolasa. Nima ish qilyapsiz hozir ukam? Tanopini olish. Hozircha. Tanopini qanday bo'lsa olgan yaxshi? Nima deysiz? Qancha uzunligi bo'lish kerak? Bir qarishdan uzun bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bir qarish atrofida. Uzunlishi yaxshi. Ko'rsatib bering shularni, qani. Hozir mana holatlari, mana. Hozir mana bunisicha uzunroq emas ekani, mayli. Shu kaltani uzsak nima bo'ladi? O'shani bilib bering. Kaltani uzadigan bo'lsak, tagidan uzilmaydi. Qani uzib ko'ringchi bitta. Tagidan uzish kerak bo'lsa, Samda tagidan shu olib turib uzish kerak. Tagidan chiqmaydi baribir. Qanaqa joyi bo'ladi? Uchi qizargan joyi bo'ladi-gana. Uchi qizargan joyi bo'ladi o'zi. Yaxshi. Agar uzunini uzaman desangiz qiynalmaysiz. Bemalol uzilsa bo'laveradi. Nima yarmidan uzsa nima bo'ladi? Endi uni qandaydir kasallikka moyillik nimasi bor-da, chirishga olib kelishi mumkin. Kuzatildi bu narsa. Bu narsa kuzatilgan. Mana narigi tomonlarda hozir tanoplarni doimiy olib turilibdi. Bitta uzun tanop uzib ko'rsatib qo'ying-chi uka. Tanoplar ham bashda qolmabdi, zo'r. Ishlash jarayoni yaxshi mana. Qani mashlarda holatini bir kuzataylikchi, qanday deysiz mashlar uka? Mana shunda bor ekan mana uzunidan. Mana qani to'xtaydi. Bagida orasida qolgan ekan-da bu. Mana mashlar. Tortsangiz mana chiqib keladi mana. Ana qizil tanop o'zi. Shunday uzishi yaxshi, qaynovlarichi, qaynovi. Qaynovi zo'r mana. Nechtagacha bo'linyapti hozir kuzatayotganimiz? Hozir 1, 2, 3, 4 taga bo'linibdi mana shuni o'zim. Bu degani bitta ko'charit 4 ta ko'charitga aylanayotgan. Tuplayapti, xudo xolasa. Baglarini yashilligi mana qarang. Yaxshi mana. Kattaligini bagida. Inshaalloh nech foiz hozir gulladi deysiz-ku? Bir 50-60% gullab qoldi o'zi. Shona chiqarishchi, gul shoda chiqarishi 100% ga yetib qoldi. 90% dan oshdimi? Mana hammasida chiqaryapti mana gulni. Gul hammasida gul bor mana. Mana shular gul hammasi. Bunda ham gul. Mana eng kichkinalari mana gullashdi o'zi. Boshlab qo'ygan mana. Endi mana bu tanop bunisi. Mana shu ham tanop. Tanopning baquvvatligini qarang, qalam. Mana tortamiz. Mana bitta siltib tortsangiz bo'ldi mana o'zi uziladi. Qattiq ushlab turib tortib turilmaydi. Bitta silkib tortsa uzilaveradi. Bu tanoplarni qo'yish xato, chunki tanopga kuch beraveradi mana. Quvvatini yo'qotadi. Gul shodalari chiqarishlari yaxshi. Gulga keldi. Endi Azizbekdan Agrobortrak Fosfit dan olib sepib Aslida uni gulga keltirish uchun sepiladi, lekin biz gullarni yaxshi shakllantirish uchun oldilarida bular mana. O'zi qulpinoy mana shular mana. Qulpinoyni ko'ryapsizmi? Mana. Tugib mana changlanib. Mana. Changlanishlari ham o'zi tabiiy holatda arisiz changlanyapti, xudo xolasa. Mana kichkinalari o'rniga ekib qo'yilgani. Ular ham yaxshi rivojlanishi yaxshi, xudo xolasa. Muhimi buni suvi qanaqa suvi? Suvi dahshat. Magazinda sotilayotgan suvdan osmosdan ichadi bu. Osmos orqali beriladi. Qilayotgan ishlaringizdan mamnunmisiz uka? Nima deysiz? Mamnunmiz aka. Qarash nima ekan? Qiyinchiligi pomidor, bodringlarga qaraganda. Qiyinchiligi yo'q. Qiyinchiligi. Umuman yo'q. Yaxshi. Yaxshi.
O'zimizni hamqishloqlarga nima deysiz qulupnayni? Bu koreyskiy sortini ekishga. Tavsiya qilaman. Zo'r bo'lar ekan ama. Ha, mana 40 Astoydil kunda agrotexnikasini bilib qilinsa zo'r bo'laverar ekan. 40 kundagi natija mana. Ekilganiga 40 kun bo'ldi, 42 kun bo'libdi bugun. Endi birinchi ekishni boshlanganiga to tugaguncha 40 kunga ham bormagan holati mana. Mana shu yoqqacha ko'chatlar mana inlab bo'ldi. Eski baglar qolmabdi o'ziga. Qolmadi. Umuman qolmabdi. Inlab bo'ldi mana. Ko'rishimiz mumkin. Hamma joyi gul. Bu degani hamma joyi daromad degani, Xudo xolasa. Yer ishlanmagan chekkalar. Yer ishlanmagan ham keyin begomizcha ozroq sopmiz. Beyga o'shani ta'siri. O'shani hisobi bo'lyapti. Biyagomiz haqida nima deysiz bu ham keyin? Biyagomizda juda zo'r nimasi bor ekan, foydasi-da. Hech qancha solinmadi. Bu yerga hech qancha solinmadi o'zi asli. Mana shu yerlarga-da. Ketgan bo'lsa shu, mana shu yerimizni o'zi, mana shu oraliq, mana shu bitta kapa deymiz, bitta kapamizga qopdan soldik. Mana shu 2 sutka qop. Qopdan soldik. Sutiga 1 qopdan solingan. Xudo xolasa yaxshi, ko'chatlar. U nimasi yo'q. Natijasi yaxshi. Mana bu osmosimiz. Mana bu osmos haqida ham o'tgan safar ko'rsatgandim. Men yaxshi tushuncha bera olmayman. Nabijon o'zingiz bir gapirib beringchi, nima bu? Nima qilib beradi? Aka, natijasi juda zo'r narsa ekanda. Bu qulupnayni shiraligini ham oshirar ekan bu. Bu endi mana bundan qaytib kirar ekan tagin nima suv. Bu yog'idan tinig'i chiqib kelar ekan. Shu ko'rsatkichi. Ko'rsatkichlar. Bunisi haligi sho'rlik nimasi bu? Bunisi shirinlikniki. Bu magazindagi suvdan ham shirin ekan bu suv. Farqini bilindimi? Farqi zakoni bilindi. U qandaydir bir boshqacha-da. Ta'mi. Bunimiz nima bu? Bu suv suv tortadi. Buni hovuzdan. Shu hovuzdan tortadi. Bu yoqdan keladidagin mana bu filtrimiz bor, filtrimizdan o'tib, filtrimizdan shuni o'tadidagin bog'iga hisob o'ttirib, mana bu ishlankadan kelib, tiniq suv bunga bu bachaqlarga tushadi. Mana bu piyolalar ham qo'yib qo'yilgan, ichib turiladi. Ichilmasa bo'lmaydi. Ishchilarimiz maza qilyapti beyda. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar, like, podpisatsiyani bosib, ko'rayotgan odamlar like bosib turinglar, hech yo'q. Nabijon uchun like bosib qo'yinglar. Like bosinlar.